Tasavvur qiling, o'z bobo-buvlarini qirg'in qilgan, ziyolilarini qamagan, o'zligini tanigan vatandoshlarini Sibirga surgun qilib, o'sha yerlarda yo'qotib yuborgan dushmanni hali hanuz sevib, uni himoya qiladigan odamlar bor. Bu holat go'yo otangni o'ldirganga onangni ber degan mantiqsiz iboraning hayotiy namunasidek. Qizig'i shundaki, bugun ham o'sha dushman xalqimizning tabiiy boyliklarini suv tekinga simirib yotibdi. Boshiga o'z xizmatkorlarini hukmdor qilib qo'ygan. Bizning qora boshlarni esa arzimas pul evaziga quldek ishlatyapti. Bu ham yetmaganidek turli bahonalar bilan ularni o'zining urushiga qurbon qilib yubormoqda. Вот я живой. Воюем за Россию. Вот смотрите, что загорелось. Вот это я отдыхаю на Флориде пляже. Ikkinchi jahon urushida shu dushmanni himoya qilib jon bergan ajdodlarimizni ehtimol haqiqatni bilmagan, manqurtlarcha tarbiyalangan deb oqlarmiz. Lekin bugun tarix ochiq, hujjatlar ochiq. Mustamlakachi tuzumning jinoyatlari fosh bo'lgan bir paytda 9-mayni g'alaba kuni deb nishonlab, musulmonlar qonini to'kkan dushman ramzi Georgiy lentasini ko'ksiga taqib yurganlar haqida nima deyish mumkin? Mana bu belgi siz uchun nima? Mana bu Georgiy lenta qo'yadi bu. Endi biz uchun faxr deb qanday aytganda. Qanaqa faxr? G'alabani faxri. Mana bu belgilar nimani bildiradi? Ana shu siz uchun. Aytaylik, mana bu Georgiy lentasi. Жеңіс күні сол, bayram күні. Жеңіс bayram. G'alaba күні bildiradi. Bu kun qanaqa siz uchun? Ну, приятно. Hamma xursandchilik bayrami. Nimani Xalqaro. Kim ustidan g'alaba qilgan? Kimni shu Leninni ustidan g'alaba qilgan. Hamma SSSR anavlari. Lenin ustidan yutib chiqqan. Lenin kim bo'lgan? Ну, o'zimizda anavi bo'lgan. Rahbar bo'lgan. Rahbar, boshliq. Uni ustidan g'alaba qilgan bo'lsa, siz nimani nishonlayapsiz? Lenin dushmanlari bo'lgan. Shu dushmanlar g'alaba qilyapti. Yo'q. Siz nimani nishonlayapsiz 9-may g'alaba kunini nishonlayapmiz. Kim ustidan? Bilmadim lekin. So'nggi paytlarda rus propagandachilarining birin-ketin yangrayotgan ochiq, tahdidli va bezbetlarcha bayonotlari bizni bu haqda o'ylashga majbur qilmoqda. Ular choyxonada yoki 4-5 kishilik dasturxon atrofida o'tirib olib emas, balki millionlab odamlar tomosha qiladigan efirlarida O'zbekiston mustaqilligini shubha ostiga olishmoqda. Mamlakatimizda ham rus tilida telekanallarni doimiy tomosha qiladigan xonadonlar soni kam emas. Ayniqsa Rossiya bir singari targ'ibot kanallarining kuzatuvchilari yetarlicha topiladi. Shu sababli Vladimir Rudolfovich Solovyovni ko'pchilik yaxshi taniydi. U Rossiyadagi eng mashhur, eng ta'sirli va eng agressiv targ'ibotchilardan biri. Solovyov shunchaki teleboshlovchi emas, u Kreml siyosati uchun jamiyat ongini tayyorlaydigan asosiy ovozlardan biri. Yaqindagina Putinning qo'lidan navbatdagi davlat mukofotini qabul qilib olgan Solovyov Markaziy Osiyoni Rossiyaning ta'sir doirasidagi hudud deb atadi. AQShning Venesuelada qilgan ishlarini ruslar ham takrorlay olishiga shama qildi. Avval bu rolni Jirinovskiy bajarardi. U o'lishidan oldin Rossiyaning haqiqiy niyatlarini mujmal, ammo ochiq-oydin ishoralar bilan aytib ketardi. Endi esa uning qator izdoshlari paydo bo'ldi. Kuni kecha yana bir rus targ'ibotchisi Aleksandr Dugin chiqib, masalaga falsafiy tus berdi. Нельзя согласиться с существованием суверенной Армении, или суверенной Грузии, или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, суверенного Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана. Ничего суверенного в этой новой модели существовать не может. И либо они будут в нашем лагере, частью нашего Единого Союза, либо они станут плацдармом Запада, или Евросоюза, или Америки, или при каких-то обстоятельствах Китая. Dugin rus dunyosi g'oyasining asosiy mafkurachilaridan biri. Yevroosiyochilik nazariyasini ilgari surgan falsafachi. U rasmiy lavozimda ishlamaydi, ammo uning qarashlari ko'p yillardan beri Kreml siyosatining mafkuraviy asosi sifatida qaraladi. 2014-yili Foreign Policy jurnali uni bejizga dunyoning eng ta'sirli 100 ta mutafakkiri ro'yxatiga kiritmagan. Duginning iddao qilishicha, suveren davlatlar davri tugagan. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Armaniston kabi davlatlarning mustaqil bo'lib yashashi yangi dunyo modeliga to'g'ri kelmaydi. U Rossiya nazoratida bo'lmagan hududlar baribir G'arb yoki Xitoyga yem bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qilgan. Bu gaplar shunchaki ehtirosli bayonotlar emas, bu yillar davomida pishitilgan, puxta o'ylangan
va bosqichma-bosqich jamoatchilikka singdirilayotgan mustamlakachilik g'oyasi. Ты приехал сюда работать! Ты приехал сюда работать! Работай на! Ебало свой не открывай! Хорошо. Ты раб! Раб русских на! В Узбекистане у тебя не нашел ничего! Сюда приехал, блядь! Я неправильно тебе сказал, на? В Узбекистане нету нихуя! Ты сюда приехал! Solovyov xuddi dog'istonliklar sionistlarning G'azodagi qirg'inidan norozi bo'lib, Maxachqala aeroportiga chiqish qilganida musulmonlarning hammasini dorga osish kerak deganidek telbalarcha baqirishi mumkin. Dugin esa falsafa suqishi mumkin, lekin ikkalasining aytgan gapi bitta nuqtada kesishmoqda. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston mustaqil davlat emas, balki Rossiyaniki. Rus propagandachilari dardini yashirmayapti. U endi bosqinchilar bexijolat xalqaro huquqqa tupurishi mumkinligini, Ukrainadagi buzg'unchilik boshqa hududlarda ham takrorlanishiga ishora qilmoqda. Buni mustamlakachilik tili deyishadi. Bu gaplar nega aynan hozir otilyapti deb o'ylaysiz? Chunki Rossiyaning iqtisodi bosim ostida. Bunday paytda imperiyacha tafakkur yangi resurs, yangi hudud, yangi ta'sir nuqtalarini qidiradi va bu qidiruvda Markaziy Osiyo eng qulay yo'nalish sifatida ko'rilmoqda. Shundoq ham tabiiy boyliklarimizga egalik qilayotgan Rossiya turkistonliklarga yanada ko'proq soliq solmoqchi, ko'proq narsamizga egalik qilmoqchi. Shundoq ham rus kuch ishlatar tuzilmalari Markaziy Osiyolik muhojirlarga o'ta qo'pol munosabatda bo'lmoqda. Ularni himoya qiladigan biror kuch topilmayapti. Hatto Yekaterinburgda vatandoshlarimizning qor ustida emaklab yurishga majbur qilingani aks etgan videolar ham tarqalib ketgandi. O'shanda ham O'zbekistondagi mas'ul tashkilotlar mehnati evaziga kaltak yeyayotgan yurtdoshlarimizni yetarlicha himoya qilib chiqa olmadi. Lekin oradan biroz vaqt o'tib Ozarbayjon mansabdorlarimizga o'z xalqini himoya qilish bo'yicha master-klass o'tab berdi. 2025-yilning yoz oylarida Rossiyada qator ozarbayjonliklar turli bahonalar bilan hibsga olingach, Ozarbayjonda ham narkotik savdosida ayblanib qo'lga olingan ruslarning g'oz kabi yurayotgani tasvirlangan videolar paydo bo'ldi. Ozarbayjon rus bosqinchilarining salomiga yarasha alik olib, ular bilan kuchli siyosiy iroda orqali gaplashish mumkinligini ham isbotlab berdi. Bu postsovet davlatlari faoliyatidagi tarixiy burilish bo'ldi. Voqea aynan Yekaterinburgda o'zbek, tojik, qirg'iz muhojirlari emaklatilgan yerda bo'lgani e'tiborli. Asli ozarbayjonlik aka-uka Ziyoddin va Husayn Safarovlar omon tomonidan o'ldirildi. Rossiya tomoni ularning o'limiga odatdagidek yurak yetishmovchiligi sabab bo'lganini aytdi. Ozarbayjon har shunday ekan deb tasdiqlamadi. Jasadlarni Ozarbayjonga keltirib, qayta ekspertiza qilindi. Marhumlarning tanasida ko'plab jarohatlar, sinishlar, gematomalar borligi aniqlandi. Bu esa aka-ukalar Rossiyaning qo'li qonga botgan kuch ishlatar tizimlari tomonidan qiynoqqa solinganini anglatardi. Rossiya esa bu holatdan xulosa chiqarish o'rniga Ozarbayjonning e'tirozini ichki ishlarga aralashish deb baholadi. O'sha eski va tanish munosabat katta og'a toshbaqa uchadi desa ham rost deb tur deganga o'xshaydi. Ammo bu safar Ozarbayjon toshbaqaning uchmasligini isbotlab berdi. Rossiyaga uning o'zi yaxshi tushunadigan tilda javob qaytardi. Rus bosqinchilarining ashaddiy propagandachi mediyasi Sputnik Ozarbayjon muharrirlari hibsga olindi. Jinoyat ishlari ochildi. Kreml tomonidan qilingan bosim, notalar va talablar e'tiborsiz qoldirildi. Shundan keyingi voqealar esa ayniqsa ramziy ahamiyatga ega bo'ldi. Bakuda Rossiya fuqarolari qo'lga olindi. Bu jarayon yashirilmadi. Ommaviy axborot vositalari orqali ochiq ko'rsatildi. Yerga yotqizilgan, qo'llari bog'langan, kuch ishlatilgan holda olib ketilayotgan rus fuqarolari kadrlari tarqaldi. Bu manzara ko'pchilikka juda tanish, faqat bu safar rollar almashgan edi. Rossiya esa yana xatosini tan olmadi. Yekaterinburgdagi Ozarbayjon diasporasiga bosim kuchaytirildi. Taniqli va obro'li shaxslar ushlandi, lekin oxir-oqibat ularning barchasi qo'yib yuborildi. Kreml birinchi marta qarshi tomon ham qattiq turishini, bosimga bo'yin egmasligini his qildi. Bu yerda gap faqat Ozarbayjon haqida emas. Bu saboq. Faqat kuch tilini biladiganlar bilan aynan shu tilda gaplashish mumkinligini Ozarbayjon amalda ko'rsatdi. Fuqarolarini tahqirlatmaslik, davlat qadrini himoya qilish, zo'ravonlikka murosa qilmaslik qanday bo'lishini ochiq namoyish qildi. Qolgani esa har kimning o'zi chiqaradigan xulosa. Shunday ekan ko'pchilikning yuragida bo'lsa-da, tiliga chiqmagan savolni beraylik. O'zbekiston rostdan ham mustaqil davlatmi yoki
Agar boshqa davlat televideniyasida o'tirgan targ'ibotchilar sening mamlakatingni ochiqchasiga o'zining ta'sir doirasida ekanini aytib chiqsa, o'sha davlatning zo'ravonlari vatandoshlaringni kaltaklasa, hayvonlarcha munosabatda bo'lsa, lekin bunga hukumat qattiq va prinsipial javob bermasa, agar muhojirlar arzimas pulga quldek ishlatilib, keyin begona urushlarga qurbon qilib yuborilsa, bu holatni qanday atash mumkin? Rus propagandachilari bejizga haddidan oshmayapti. Ular chegaralarimizni tekshirib ko'ryapti. Qaysi joyda qarshilik bo'lmasa, o'sha yerda bosimni kuchaytirishadi. Bugun efirda O'zbekiston mustaqil emas deyishyapti. Ertaga esa bu gap amalga ko'chirilishini istashadi. Ukrainaga hujum ham xuddi shunday so'zlardan boshlangan edi. Qardosh Ozarbayjon esa ruslarga juda aniq signal berdi. Bosqinchilar ozorlar bilan bunday ohangda gaplashib bo'lmasligini tushunishdi. Bu yerda gap Rossiya bilan urushda emas. Aksincha o'zimizni kim deb bilishimizda. Agar biz vatandoshlarimizni, yurtimizni himoya qilmasak, boshqa hech kim himoya qilmaydi. Agar haqoratga javob bermasak, u takrorlanaveradi. Sukutni rozilik alomati deb bilishadi.